Hörmətli vətəndaşım, leksimiz davamlaşdırımız Yaponiya ilə Koreyanın hərbi işlər axbaratının ortaq bəhrəmən buluşdu. Amerikanın qollığanlığı Asiya çöl NATO quruşni məqsəd qılamdı. Mavzulu xəbər 11-ci ayın 25-ci gün Amerika avazının Xitay til proqramısı elan qılın. Xəbər mündəq başladı. Washington Yaponiya ilə Koreya 11-ci ayın 23-cü gün hərbi işlər axbarat qoğdaş kelişimi imzalığandan keyin Amerika dərhal bu kelişimni qo'llaydiganligini bildirib isbot bildi. Jungo taraf bo'lsa bu kelishim sovuq munosabatlar urushi tafakkurining mahsulidir deb tanqid qildi. Ba'zi jungolik obzorchilar mundaq hisobladi. Amerika Koreya bilan Yaponiyaning quchoqlashib qo'llab Osiyada NATO qurmoqchi bo'layotdi deb tanqid qildi. Masalan, Yaponiya bilan Koreyaning quchoqlashishini qo'llab Amerika Osiyada NATO qurmoqchi bo'layotdi dedi. Jungo Tashqi ishlar ministrining bayonoti Geng Shuang 23-cü gün muxbirlarning kutilish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Yaponiya bilan Koreyaning bu qatim harbiy ishlar axborot almashtirish kelishimi imzolaganligi Choshan yerim oroli qarama-qarshilikni kuchaytirdi. Sharqi Shimoliy Osiyo rayoniga muqimsizlik va parokandachilik elib keldi deb ko'rsatdi. Koreyaning bayonoti 24-cü gün bayonot e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Yaponiya bilan Koreyaning harbiy ishlar axborotni qo'llash kelishimi imzolanganligi Sharq Shimoliy Osiyo va Choshan yerim orolining atrofidagi davlatlarga va bir rayonning vaziyatiga ta'sir ko'rsatdi deb ko'rsatdi. Demak, bu yerda Yaponiya bilan Koreya harbiy ishlar axborot almashtirish bo'yicha kelishim imzoladi degan. Ba'zi tahlilchilar mundaq deydi. Choshan yadro qurollari va raketlar texnikasi o'zliksiz taraqqiy qildiryapti, tahdid solyapti. Bu avval aslida Koreya bu kelishimdan foydalanib Yaponiyadan texnik ko'p Choshanga aloqador axborotlarga erishadi. Sun'iy amra axborotlarga erishadi. Shundaqla Yaponiya ham Koreya orqali, ya'ni Koreya axborot organlari tomonidan Choshan to'g'risida nurg'unlagan axborotlarga erishadi. Shundaqla Choshanning Koreyaning Choshanni anglash uskunalaridan mu axborot chiqib ola-oladi. Yaponiya bilan Koreyaning bu munosabati o'rtasida imzolangan axborotni qo'g'dash, harbiy ishlar axborotni qo'g'dash kelishimi hozir Xitoy uchun aytganda kunda tanqidlaydigan bir tanqid obyektiga, ya'ni boshda aytganda Amerika buni qo'llash orqali Mosho rayonida, Choshan yerim oroli rayonida, ya'ni bir NATO qurib chiqmoqchimi degan gapni qilyapti. Amaliyotda bu kelishim ikki davlat o'rtasida qo'yilib to'g'ri 27 kundan keyin ma'qullandi. Bundaq tez kelishim ma'qullaydigan ish diplomatiya tarixida qanchalik mening buningda xabarim yo'q, lekin 27 bir oyga vaqt yetgan vaqt ichida ikki davlat o'rtasida harbiy ishlar kelishimini qo'g'dash kelishimi, harbiy ishlar axborot uchun qo'g'dash kelishimi imzolandi.